Hop, bir duo qilaylik. Alloh yor o'zi madadkor bo'lsin, o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin, sog' salomat o'ynab kulib tushish darvozga nasib etsin. Ke qo'ling ko'tar u yerga ke. Ana. Agar boshingni yetib turasizlar, mana shu ikki boshdagilar boshinglarni yetib turasizlar, qaytaraman. Ikkala yon boshdagilar boshni Shashilma. Hay, yaxshi. Rahmat. Asadbekga qo'ldan yangi tomosha ko'rsatib borasiz. Aytib o'tdim sizga. Kattalar hamda kichik qismlar o'ynaydi. Kichik qismlarda ikki tomosha prujinalar bo'ladi, tepaga tushiradi. Yo mana shu dorda ham qo'ldan yangi tomosha ko'rsatsin. Bolajonlar, hozir aytdim, ana shu g'omni ochib qo'yinglar. Ana shu g'omni. Bo'ldi. Xo'p, ana endi darvozaga dorga ham joylashib oldingiz. Qo'lingizdan langaricha atrofda muxlislar eshitib, chiroyli bilan avvaliga dars o'rningizlardir. Dor qoidasiga, dor nog'orasiga olib bir tomosha ko'rsatib kelasiz. Qani ketdik dorlar bilan darashib keling, DJ Sardob. Hoş geldin, yüreğime hoş geldin. Hop, ana endi darvozaga. Sizlarning ko'zini ulug' ko'tarilyapti ekan. Bunchalik sakramaysiz ekan. Ana endi sizlarning ko'zini yerga trosga tekizib bir tomosha ko'rsatasiz. Men ham adashib ketyapman. Shashilmasdan bir tomosha ko'rsatib keling. Ketdik, qani ko'lada ursa ketadi, nima bo'ldi? Bosing. Asadbek ko'rsa kerak, lom ko'tarilyapti. Yana endi o'z bilan bir xatarli tomosha bor. Langarda dast ko'tarasiz, boshdan oyoq aylantirasiz, o'rtasida bir qaldirg'oq osishlarini ham o'xshatib borasiz. Shashilmasdan, qonun qoidasi bilan darvozaga ko'ryapmiz. Ko'p darvozalar chiqib birinchi bo'lib langarni oyoq tomondan aylantirib behurmatlik qilyapti. Birinchi bo'lib bosh tomondan aylantirasiz. Langarga hurmat qilgan holatda qonun qoidasi bilan bir tomosha ko'rsatib keling. Qani ketdik. Bobolikon oq oltindan qurganda hurmat. Sen o'zingsan yuqoridoring, salat karnaging, chorlab olaman. Ne asıllar asrida sarboz o'zingsan. San'atlarda ichida sardor o'zingsan. Bilmadim, ona yer bag'ridan otilib chiqqan xazona o'g'lonlarsan. Nechun jondan kechirsin? Maqsading ne deb so'rsalar darvoz. Elga, yurtga shodiyonalik, menga omonlik bo'lsa bas. Maqsadingni o'rnaylar darvoz. Bir paytlar ertaklardan dostonlar yetib kelgan sana qasida emas, el ichida kezib yurgan ro'za nasibay. Babalar aytganidek, ya ul alidir. Ya el ichida kezib yurgan majnunun validir. Shashilmasdan e'tibor bering, bitta oyog'ida qaldirg'och turishlarga o'xshatib borsa qarshiychalarmiz. Ne qarshi bilan ana
Hushyor bo'lib. Mana. Ye qarshi bo'lib. Hayya, ko'tarib ketadi. Hop. Langar sizlar, ha? Bitta ko'raylik. Shashilmaysiz. Langarni olib qo'yinglar. Qani? Choptirib. Rahmat. Endi shashilmaysiz, darvoz. Ha, nariyadan bosib berib turinglar. Trosni berib. Shashilmasin. Bir xil ish berib turasizlar. Endi qaranglar. Kattadorda o'tsa bo'ladi. Sababi ozgincha bo'lsa ham u dor ancha tarang bunga qaraganda, sababi belida ham tenigi bezapaslik bor. Hozir mana shu balanddan tushsa ham oyoq qo'li sinishi mumkin. Langardan ording. Havoda muvozanat qilib o'tsin, birodarlar. Gapirishi oson, ko'rishi ham oson, bajarishi qiyin. Qarsak solish ham menimcha osonroq. Qanaqasi bilan bezlangan videolarni isho yo'ramiz. Dast bosasiz, mana yigit. Bir ritmda qarshi choptiramiz. Qani, ha. Mana yana shashilma. Ana, to'xtatib. Bos endi. Mana, ha. Ya, parajalla. Bos endi. Shashilma. To'xtatib, mana. Ya, qo'ying qarshi bilan. Rahmat. Kurdakilardan xazon yey. Yerning ko'chpasi bo'lsa, dorbozlardan dorboz qolgan. Asl naslga darajada tashvara qasrachalik qo'yamiz. Asadbek xizmatlarida bo'lsin. Nazara mana, ko'rdinglar. Dor ko'rgan savob deydi, dor o'ynagan bundan da savob. Shuni savob ishda yelkamga olib, mana 3 metr